Gerbli laboy qo'ygan akalar, gerb laboy qo'yganimdan keyin quyosh o'tkazmaydi, so'nzashtasi bor deyshadi-yu. Akalar adashasizlar. Kunda shu sohadamiz, kunda kelishadi, gerbli laboy qo'ygan akalar issiq o'tib ketyapti deyshadi. Mana bu akamizga ham noiloj mana qora ayni ustidan so'nzashtirib berdi akalar. Iloji yo'qligidan qaranglar. Shu savol bilan bizga ko'pchilik aloqaga chiqadi. So'nzashda gerb laboyga o'tadimi, o'taydigani bormi? Ko'pchilik fikri shunaqa ekanki, shtobi gerb laboy bo'lsa, bo'ldi, issiq o'tkazmaydi o'ylaydi. Yo'q, bu noto'g'ri. Mana ichidan ko'rsatish hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bunga so'nzashni urib berdi, tonirovka bas. Ko'rib turibsizlar, qanaqangi tomnilashdi. Endi mobo nomeri chiqib qolmasin. Xullas, shunaqa gaplar akalar. Yo'kida haqiqatan shunaqasi bo'ladi. Men kommentariya yozinglarchi, so'nzashtasi kuchli bo'ladimi, lekin birorta odam gerb laboy qo'ydirgandan keyin zo'r issiq qaytaryapti degani yo'q menga. Mana shu akamizga mana avtoglaz deb qo'yibdi. So'nzashtirib berdi, issiq o'tkazib yuboryapti ular. O'zi oldida polni yuz ekan, orqa tomonlarigacha. So'nzashtirib chiqarib yuboryapmiz akalar. Videoda gerb laboy qo'ymoqchi bo'lgan akalar jo'natib yuboringlar. Issiq baribir o'tkazib yuboradi akalar.